Qadrdon Britaniya, sen bilan birga bo'lganimizga faxrlanamiz. Lekin biz mustaqil bo'lishni xohlaymiz, agarda qarshilik qilmasang. Agarda xafa bo'lmasang, kechir. Endi mustaqillikni qo'lga kiritsak bo'ladimi? Rahmat va kechir. Sen qadrdoning Kanada. Bu hazilmi? Qirolicham. Nima qilganing bu ahmoq? Men uxlayapman. Kanada xat jo'natibdi. Nima deb yozgan? U mustaqillik talab qilyapti. Yaxshilik bilan. Xo'p deb yoz. Men yana uxlayman. Ajoyib. Ey, Amerika, buni qaragin. Yo, bro, nima gap? Biz Britaniyada mustaqillikni kiritdik. Zo'ra. Yo'q, qanday qilib? Choyga axlat soldingmi? Urush boshladingmi? Ikkiga ayirdingmi? Menga o'xshab. Yo'q. Yaxshilik bilan so'radik. Sen yaxshimisan? Og'ayni, Amerika. Ozodlik.